Siz Nikola Gardovichga qarayapsiz. U kuyov Milanning otasi bo'lib, bugun to'y qilmoqda. Va bundan ortiq faxrlanib bo'lmaydi. Sievodagi kichik kvartirasi to'yni nishonlashga tayyor. Do'stlar va oila a'zolari bilan to'lib toshgan. Bu quvonch kuni va ehtimol Nikolaning hayotidagi eng baxtli kun. Ammo 3 soatdan kamroq vaqt ichida Nikola o'ladi. 1990-yillarning boshi Yugoslaviya bir nechta turli etnik guruhlardan tashkil topgan davlat. Serblar, xorvatlar, slovenlar, bosnyaklar va albanlarni nomlash mumkin. Va u parchalanib borayotgan edi. Ko'p yillik korrupsiya, inflyatsiya, o'sib borayotgan millatchilik va ko'plab etnik guruhlar o'rtasidagi keskinlik nihoyat keskin nuqtaga yetdi. Bir yildan kamroq vaqt oldin Serb prezidenti Slobodan Milošević umumiy Yugoslaviya armiyasini nazorat qildi. U endi Yugoslaviyadagi eng qudratli odam. Ochiq ravishda u barcha serblarni xorvatlar, albanlar yoki bosnyaklarsiz yagona ulkan davlatga birlashtirish haqida gapira boshladi. Ko'pchilik uchun bu etnik tozalashga o'xshaydi. Bosniya prezidenti Alija Izetbegović uchun ham nima qilish kerakligi aniq. Bosniya Yugoslaviyadan chiqib ketadi. U mustaqillik uchun ovoz berishni e'lon qildi. Kutilganidek, uning bosniyalik serb hamkasblari bundan norozi. Bu Radovan Karadzic, bosniyalik serblar yetakchisi. Hozir u parlamentda Izetbegovichga xabar bilan, tahdid bilan gapirmoqda. Karadzic prezidentni ochiq tahdid qildi. Serb raqibining ommaviy tahdidlariga qaramay, Izetbegovich Karadzic blef qilayotganiga ishongan. Va bir lahza u to'g'ri bo'lganga o'xshaydi. Ovoz berish kunida kutilgan serb boykotidan tashqari hech narsa bo'lmaydi. Bosnyak va xorvat ko'pchiligi bilan Izetbegovich g'alaba qozondi. Nikolaning o'g'li Milan va uning kelini Diananing to'yida hech kim fuqarolar urushi xavf haqida o'ylamaydi. Marosim tugagach, to'y mehmonlari ziyofat uchun Sievoning eski qismiga boradilar. Yo'lda ular mashinalardan serb bayroqlarini silkitadilar. Ko'chalardan signal chalinadi va derazalardan qo'shiq aytadilar. Tasodifan to'y korteji yo'l chetida yurib kelayotgan taniqli Bosniya gangsterining yonida o'tadi. U serb bayroqlarini ko'rganida jahl qiladi. Ekrandan tashqarida odam to'xtash joyiga qurol bilan kirdi va Nikola Gardovich o'ldi. Barcha ma'lumotlarga ko'ra, bu noto'g'ri joyda va noto'g'ri vaqtda bo'lish edi. Ammo bu muhim emas. Serb yetakchilari buni ularning jamoalari endi xavfsiz emasligining isboti deb aytadilar. Bosnyak rasmiylari esa buni beparvo jinoyatchining harakati deb aytadilar. Vaziyatni yanada yomonlashtirish uchun qurolbardor tez aniqlanganiga qaramay hibsga olinmaydi. O'sha kuni kechqurun Karadzichga sodiq qurolli serb militsiyalari Sieva bo'ylab to'siqlar va nazorat o'tkazish punktlarini o'rnatadilar. Mahalliy politsiya butunlay ojiz va bir necha soat ichida poytaxt amalda serblar nazorati ostida qoladi. Ertasi kuni Izetbegovich va Karadzic vaziyatni tinchlantirib, keskinlikni yanada kuchayishidan oldin tugatish uchun uchrashadilar. Izetbegovich bilmaydigan narsa, Karadzicga allaqachon Milošević va Xorvatiya prezidenti tomonidan Bosniyani bo'lish uchun qo'llab-quvvatlash berilgan edi. Yashirincha Milošević Yugoslaviya armiyasidan bosniyalik serblarni to'g'ridan-to'g'ri Karadzichning Bosniya bo'limlariga o'tkazadi. Bir kechada uning kuchi bir nechta tarqoq militsiyadan 80 mingdan ortiq askarga aylanadi. Bundan tashqari, Milošević o'zining tez orada mashhur bo'ladigan harbiy guruhlarni ham yuboradi. Ular orasida Serbiyaning eng qattiq ultralari bor va ularga bitta buyruq berilgan: serb bo'lmaganlarni har qanday vosita bilan olib tashlash. Ularning birinchi nishoni 1992-yil aprel oyining boshida shimoli-sharqiy Bosniyadagi Belina shahri. Og'ir qurollangan serb kuchlariga shaharni egallash uchun atiga 3 kun kerak bo'ldi. Oxirgi kun askarlar har qanday taniqli bosnyaklar va Izetbegovich tarafdorlarini kuzatib topdilar va yig'ishtirishdi. Keyin ularni ko'cha chetlari va shahar maydonida safga tizishtirib, qatl etishdi. Sievoda 10 minglab bosnyaklar, xorvatlar va serblar tinchlik uchun birgalikda shahar markaziga oqib kelishdi. To'satdan namoyishchilarning ba'zilari
Karadzichning partiya shtab-kvartirasi Holiday Inn tomon yurishga qaror qilishdi. Ular Karazich mehmonxona atrofidagi bir nechta binolar tepasiga snayperlar joylashtirilganini bilishmaydi. Va olomon qabulxonaga bostirib kirishga uringanida ular o't ochadilar. Buning natijasida 6 kishi halok bo'ldi. Bosniyaning sharqida Karadzichning bo'linmalari asosan bosniyak aholisi yashaydigan shaharlarga kiradi. Fuqarolar uylaridan sudrab chiqariladi. Ko'chalarda kaltaklanadi yoki qurol ostida olib ketiladi. Faqat Zvornikda bir necha kun ichida 2000 ga yaqin odam g'oyib bo'ladi. Tirik qolganlarga shaharni tark etish buyuriladi. Bir hafta oldin Zvornikda 49 ming bosniyak yashagan. Endi birorta ham qolmadi. Islom hayoti va madaniyatining 5 asri yo'q qilindi. Ko'p o'tmay, bosniyalik serb kuchlari Bosniyaning 4dan 3 qismini nazorat qiladi. Shunday qilib, ularning yakuniy nishoni Sarayevo bo'ladi. Keyingi 4 yil davomida Karadzich har kuni shaharni bombardimon qiladi, kasalxonalar va maktablarga uradi. Oziq-ovqat, suv va elektr energiyasi bir necha oydan keyin tugaydi. 100 mingdan ortiq odam halok bo'ladi va 2 milliondan ortiq odam ko'chiriladi. 1995-yil oxirigacha NATO havo zarbalaridan keyin Miloshevichni tinchlik bo'yicha muzokaralar olib borishga majbur qilgandan keyingina Bosniya urushi va genotsid tugaydi. Karadzich 2008-yilda 10 yildan ortiq yashiringandan keyin hibsga olinadi. Miloshevich 2001-yilda hibsga olinib, tez orada Gagaga yuboriladi. Ikkalasi ham genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblanadi. Karadzich barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topiladi va 40 yil qamoq jazosiga hukm qilinadi. Miloshevich sud jarayoni yakunlanishidan oldin 2006-yilda kamerasida yurak xurujidan vafot etadi. Izetbegovich uchun tinchlik bahosi bor edi. AQSh urushni tezda tugatishga e'tibor qaratib, har qanday narxda tinchlikni ta'minlashga qaror qildi. Bosniya hukumati charchagan va o'ralgan holda murosa yuklariga tushishga qaror qilindi. Natijada mamlakatning deyarli yarmini bosniyalik serblar nazorati ostida qoldiradigan va ikki qismga bo'lingan davlatni quradigan tinchlik bitimi bo'ldi. 30 yildan ortiq vaqt o'tgandan keyin ham ko'plab bosniyak va xorvat oilalari hali ham urush paytida ulardan olingan uylarga qaytishmagan. Haddan tashqari inson huquqlari buzilishidan omon qolgan minglab odamlar hali ham adolatni kutmoqdalar. Ammo xalqaro sud jarayonlari uzoq vaqt oldin tugagan. Va Bosniyaning serblar nazorati ostidagi mintaqasidagi rahbarlar ko'plab jinoyatlar sodir bo'lganini inkor etayotganligi sababli bunday bo'lish imkoniyati deyarli nolga teng. Nikola Gardovichni o'ldirgan odam haqida 2007-yilda ertalabki namozga ketayotganda Sarayevodagi kvartirasi oldida otib o'ldirildi. Uning qotili esa hech qachon topilmagan.